Yozishdan maqsad isyonmi, aqliy hissiy bo'shanishmi? O'sha aqliy hissiy bo'shanishni ichida isyon turadi-da. Buni aniq bo'lmaydi, bir-biridan Ajratib bo'lmaydi. Qarang. Yozish bu o'zingizga sig'magan lahza, deylik, she'r. Buni faqat nasrga nisbatan qo'llash qiyin, ayniqsa she'r. O'zingga sig'magan lahza, o'sha bir yorilishing kerak bo'lgan narsa pikka yetib kelgan. Va bunda hamma narsa bo'ladi. O'sha hamma narsani tashqariga otish, ichingdagi emotsiya, fikr, hamma narsani tashqariga otish, shu isyoningni tashqariga ko'rsatish, quvonchingni, hamma narsasi bo'ladi. O'sha bo'shanish degan narsa ham nisbatan to'g'ri. O'sha paytda o'sha tashqariga ichingdagi bor narsani otayotgan paytingda, tepa bo'shanayotgan paytingda, o'sha isyon ham hamma narsa ketadi. Yaxshi, keyingi savolga diqqat qilasiz. She'rlaringizda ba'zilarida behayolik ta'riflanadi. Yillar o'tib hech shu she'rlarni yozganingiz uchun afsuslanishingiz mumkinligi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Behayolik deganda u kishi nimani tushunishiga bog'liq. Boya ham anaqa tushunchalar haqida gaplashdik. Masalan, u odam tushunadigan behayolik bilan men tushunadigan behayolik mutlaqo boshqachada. Boya ham aytdim, so'zlarga yopishib olish. Bir marta bitta she'r bor edi. Bu nima haqida? Qurbonlik haqida. Qadimgi nimalar xalqlarda masalan qurbonlik keltirish marosimi bor, masalan ayollarni yoki yosh bolalarni, erkaklarni ham hammani yoqishgan-ku. Xuddi shunda o'sha qurbonlik haqida she'r bor. O'sha qurbonlikni isyon qilib, o'sha qurbon bo'lib ketgan ayolni, ya'ni isyonni sevdim ma'nosida, men sevdim, yalang'och ayol tanasin degan she'r bor edi-da. Bu ramziy-ku. Bu narsani to'g'ridan to'g'ri tushunish kerak emas edi. Juda ham behayolik deb tushunadi. Shu qadar siz aytgandek sun'iy ongsizlantirishmi, bilmayman. Va biz o'zi adabiyotdan juda ham uzoq bo'lib qolganmiz. Adabiyot o'qiyotganga men odamlar umuman ishonmayman. Deyarli nechta o'quvchi bor bugun adabiyot o'qiydigan, men uni bilmayman. Va ramziy so'zlarni juda ham to'g'ridan to'g'ri tushunishadi. Axir adabiyot bu ramz, adabiyot odob axloq emas, boshqa narsa emas. Adabiyot bu ramz. Adabiyotda har qanday so'z o'zi. Odatiy kundalik hayotdagi har bir so'z ham aslida ramz dedim-da. Ongimizdagi uni bir boshqacha shakli bor. Biz o'zda harf tovushga tizib qo'yganmiz. Ayni adabiyotda bu ikki karra ko'proqda, bu ramziylik. Adabiyot bu ramz. O'shaning uchun sizga behayolik bo'lib tuyulgan narsa men uchun hech qachon behayolik bo'lib tuyulmaydi. Bo'lmasa men uni yozmasdim. Umuman o'zi behayolik degan narsa hayotda mavjudmi? Bu ham bitta savol. Ya'ni mavjud bo'lmasligi ham mumkin demoqchisiz. Ha? Insonga tegishli hamma narsa tabiiy bo'lishi mumkin. Bu biz qolipga solganimiz, to'g'ri, noto'g'ri, oq-qora deb. Balki behayolik, masalan, bitta jamiyat uchun behayolik bo'lib qo'yilgan narsa mutlaqo boshqa jamiyat uchun emas. Masalan, oddiy Afrika qabilasiga boring-da hozir. Bor-yo'q biz 10 ming yildan beri ongli bo'lib qolib, o'zimizcha xayoliy, behayo emas, aqlli, aqlsiz emas, voydod biz zo'r bo'lib ketdik. Aslida bunda tagimizga qarasak, unaqa narsalar emas. Afrikani qabilalarida o'sha ibtidoiy davrda yashayotgan qabilalarni kuzatsangiz, juda ko'p narsalar tabiiy va bizlar behayolik, yaxshilik, yomonlik deb hayotimizni xillashtirib tashlagan narsalar ular uchun ahmoqlik bo'lib tuyuladi. Aslida biz tabiatimizdan uzoqlashganmiz. O'sha to'g'ri aytishadi, anaqada Yung nimalari, o'sha nazariyalarida bor-da, ilmiy ishim shundan bo'lgan. Bugungi odam deydi, nevroz deydi. Bugungi odam psixologik bosimda u kasal deydi. Juda ham to'g'ri, sog'lom odam yo'q bugungi jamiyatlarda deydi. Chunki biz insonni tabiiy tabiatdan uzoqlashtirib tashladik. Jamiyat bilan, oq-qora bilan, tarbiya bilan, umuman inson tabiatiga to'g'ri kelmaydigan narsalarni singdirib tashladik. Hatto ta'lim bilan. O'sha ta'limni ham juda ko'pchilik olimlar shubhaga oladi. Insonni o'zligini yengib tashlash bu deydi. Hatto ta'limni, endi tarbiyani qo'ya turing-da. Biz ko'p narsalar tabiiyligimizdan uzib tashlaganmiz. O'zi inson kim degan savolga yaxshilab kirib javob berish kerak. Qanaqa mavjudotmiz degan narsaga. Va bizdagi ko'p narsalar bu singdirilgan narsalar deb o'ylayman. Juda 90%. Hatto biz to'g'ri deb hozir gapirayotganlarimiz ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shunchaki singdirilgan narsani to'tiqushga o'xshab takrorlayotgan bo'lishim mumkin men o'zim hatto. Shuning uchun har doim shubhada bo'lish kerak hamma narsaga.